hurmatli kanal obunachilari, mana bugun biz tirik ozuqa yetishtirish bo'yicha dafniyalarda eksperiment o'tkazamiz. Mana bu havzadan olib kelingan dafniya magnalari, dafniya magna turidan. Ichida sikloplari ham bor ekan. Bugun mana shularni ko'paytirishni o'rganib ko'ramiz. Mana buning uchun bizga kichkina yo'nqis bor. Idishga olib kelingan kulturani solamiz. Va uning ustiga agarda akvarium bilan shug'ullanuvchilar bo'lsa, akvariumda baliqlarning ortib qolgan suvlarini solish mumkin. Ham organikaga boy. Bundan tashqari ozuqa sifatida sutadan foydalanishingiz mumkin yoki xamir turish oddiy uyda ishlatiladigan drojjadan litriga 5 grammgacha foydalanib solishingiz mumkin. Hozir mana soldik, endi suv solamiz. Kichik hajmda dafniyalarni ko'paytiramiz. Hozirda buning uchun hech qanday havo beruvchi uskuna shart emas. Biz hozirda suvutlardan spirulina solamiz. Ushbu dafniya suv jonzotlari o'rtacha 2 hafta davomida ko'payishga kirishib ketadi. O'rtacha 2 hafta davomida sikli tugaydi va har bitta dafniya umri bo'yi davomida 6000 yoki 11000 atrofida o'zidan avlod qoldirishi mumkin. Mana buni qo'ydik. Endi 1 hafta davomida ushbu ozuqada turadi. Ko'payishini sizlar bilan birga tomosha qilamiz. Bu 2 haftadan keyingi jarayon. Bugun 13-kun. Ko'rib turganingizdek, dafniyalar faol harakatlanmoqda, lekin bular uchun kislorod ham kerak. Shu maqsadda kattaroq joylarda yetishtirish agarda lozim bo'lsa, havo haydab turish yaxshi natijalar beradi. Ozuqa sifatida organik moddalar, bakteriyalardan foydalanishingiz mumkin.